Nijegorodda o'zbekistonliklarning xizmat narxi oshmoqda. Nijegorod viloyatida endilikda migrantlar hatto patenti bo'lsa ham 16 sohada ishlash huquqiga ega emas. Mehnat va aholi bandligi bo'yicha boshqarma rahbari Igor Pantyuxin bu taqiq mehnat bozoriga qanday ta'sir qilishi va kadrlar tanqisligi yuzaga kelishi mumkinmi degan savollarga javob berdi. Endilikda migrantlarga taqiqlangan sohalar ro'yxati juda keng: yetkazib berish, umumiy ovqatlanish, transport xizmatlari, sog'liqni saqlash va boshqalar. Aslida bu bor yo'g'i 16 yo'nalish. Ulardan 12 tasi taqiqqa tushgan. Ayrim sohalarda rasman ishlayotgan migrantlar soni deyarli yo'q. Boshqalarda esa umumiy ishchilar soniga nisbatan 10% dan kam deydi mehnat va aholi bandligi bo'yicha boshqarma rahbari. Kino, serial, multfilm va teleradio kanallar bularning barchasi Biz Media ilovasida. Migrantlarga hali ham qurilish, qishloq xo'jaligi va uy-joy kommunal xo'jaligi sohalarida ishlashga ruxsat etilgan. Biz bu cheklovlar masalasini ko'rib chiqar ekanmiz, mehnat bozoridagi tanqislikni ham hisobga oldik. Shuning uchun qayta ishlash, qishloq xo'jaligi, qurilish va kommunal xo'jalik sohalarida cheklovlar joriy etilmadi. Boshqa tomondan ijtimoiy sohadagi va ta'limdagi vaziyatga e'tibor qaratdik. Endilikda maktablarga rus tilini bilmagan bolalar qabul qilinmaydi, dedi Pantyuxin. Biz xohlar edikki, migrantlar ishlaydigan sohalar ham Nijegorod viloyatida yashovchi va mehmonlar uchun ochiq va qulay bo'lsin. Biz ichki va tashqi migratsiya bo'yicha birinchi o'rindamiz. Ayrimlar uzoq sharqqa vaqtaga bormasdan shu yerda shu maoshga ishlashni ma'qul ko'ryapti, dedi u. Shuningdek, boshqarma rahbari O'zbekiston bilan shakllangan tarixiy munosabatlarga ham e'tibor qaratdi. O'z tajribamdan shuni ayta olamanki, o'zbeklarning xizmat narxi qimmatladi. Ular narxni oshiryapti, chunki juda mehnatsevar. Biz ularni ishga joylashtirish masalasi tartibga solinishini xohlar edik. Asosiysi ish beruvchi xizmat sifati bilan rozi bo'lsin, deya so'zini yakunladi Pantyuxin. Sochida 50 kishiga harbiyga chaqiruv qog'ozi tutqazildi. Sochining markaziy va Lazarev tumanlarida Rossiya fuqaroligini olgan, ammo harbiy hisobda turmagan sobiq migrantlarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazilgan. Reydlar davomida ommaviy marketplace'larning saralash markazlarida 300 dan ortiq fuqarolik olgan shaxslar tekshirilgan. Ularning 50 nafari harbiy hisobga turishdan bosh tortgani aniqlanib, harbiy komissariyatga olib ketilgan. Rossiyaning yangi fuqarolari endi vatan oldidagi burchlarni bajarishlari talab etiladi. O'zbekistonlik muhojir 23-qavatdan qulab tushdi. Fojiaviy hodisa 5-aprel kuni taxminan soat 10:00 atrofida Sankt-Peterburgning Tipanova ko'chasida sodir bo'lgan. Bu haqda 78.ru sayti xabar berdi. Erkak kishi bino fasadiga konstruksiyalar o'rnatish ishlarini bajarayotgan paytida 23-qavatdan qulab tushgan. Halok bo'lgan shaxs 67 yoshli O'zbekiston fuqarosi. Ma'lumotlarga ko'ra, u xavfli ishlarni bajarish uchun tegishli malakaga ega bo'lmagan va unda saqlash tasmasi, xavfsizlik jihozi ham bo'lmagan. Hodisaning aniq sabablarini Tergov qo'mitasi va Davlat mehnat inspeksiyasi o'rganmoqda. Kino, serial, multfilm va teleradio kanallar bularning barchasi Biz Media ilovasida. Rossiyada qancha o'zbekistonlik bor? Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoyning ma'lum qilishicha, hozirda Rossiyada 6.3 million chet el fuqarosi yashamoqda. Chet elliklarning taxminan 60% O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari, deb ma'lum qildi amaldor. Xorijliklarning 1.4 millioni O'zbekiston fuqarolaridir. 1 millioni tojikistonliklar, 663 mingi Qirg'iziston fuqarolari tashkil qiladi.